Vaqt o'tib ketibdi. Akam 2 yil oldin kelganlar. Birinchi marotaba kuchli og'riq bilan kelganlar. Hozir bo'lsa profilaktika kelganlar. Men gapirmayman dedilar. Gapirsam kulib yuboraman dedilar. Shuning uchun jim turaveradilar. Mana shu ikkita baklashka bor. Shu baklashkadagi suvni ko'tarib berishlarini iltimos qildik. Men shuni qilishdan shug'ullanib turaman. Anjumani mana shularni ko'tarib, siz o'zingiz gapiravering dedilar. Men gapiraman. Akamiz ko'tarib beradi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan diskutyorimiz bilan Zuhurdin Sanoqdinov va bemorimiz, akam ismingiz, jimimiz sizni aytdi. Eldor akam, aka bitta ko'tarib bering. Mana akamni ko'ryapsizlar, mana baklashkani nechta desanglar ko'tarib tashlaydilar. Cho'tki 10 litr, 5 litr yengil og'irlik bo'lmaydi. Rahmat qo'yavering. Aka, oldin kelganingizda necha millimetr edi? 8 millimetr men kelganlar. Aka 8 millimetr yengil, hozir uni qori yo'q. Hozir hammasi cho'tki, profilaktikani, bo'lmasa profilaktikani boshladik, qani ketdik. Do'stlar, pastdagi nomerga murojaat qilib bemalol kelishingiz mumkin. Akamizni manual terapiya, barmoqdan osish jarayonlarini kuzatinglar. Baklashkani yomon ko'tarib yubordilar lekin. Akam chap oyoqda boksidan pastga qarab tortishadigan og'riq bilan kelgandi. Demak do'stlar, bel, boksa, oyoq kimda og'riydi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizda qaysi joyda belgi beryapti? Kimdadir belni bitta o'zi og'riydi. Yallig'lanish holati bo'ladigan bo'lsa yoki belimizda kichik disk uchrasi bo'lsa, faqat bel og'riydi. Keyinchalik millimetr kattarasa pastga qarab o'tadi, oyoqlarga ham beradi. Demak do'stlar, ko'p holatlarda chap oyoqqa L4 L5 disk uchrasi, o'ng oyoqqa L5 S1 disk uchrasi beradi. Shuning uchun sizda o'ng oyoqmi, chap oyoqmi yozib qoldiring albatta. Fikringiz qiziq va like bosing bizga. Grijasi bor, qiyshayib mana hadib og'rib yuradigan do'stlarga shu videoni jo'natib qo'ying. Biz bo'lsa akamizni qizdirib oldik, qirsillatib, keyin oqsilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Bo'sh. Hoppa, cho'tki. Ozg'in bo'lgani uchun yaxshi qirsillaydi. Bo'sh. Hoppa, zo'r sinib ketdi. Endi qo'llarni, oyoqlarni tortib osilish jarayonlariga olib chiqamiz. 2, 3, 4, 5. Bo'sh. Hoppa. Ikkinchi qo'l. Bolalar kim birinchi boylash, hozir oyoqlar boylanyapti. Keyin bolalar o'ziga tortishadi, men bo'yinni tortib turaman. Mana bittasi boylab tortib bo'ldi. Ikkinchisi ham. Hoppa, men oxiri qolib ketdim, ketdi aka. O'rinlardan turib ketishlarini ko'ryapsizlar, grijasi bor odam bunaqa tez turib keta olmaydi do'stlar. Akrobat bo'yaptilar aka. Dikijanga shogird tushganlar. Endi osilish ko'rasan. 1 2 3 Bismillah. Allah şifasını versin. Yani hem zor oldu. Üçte zarbe. Akamın hozir oyoqlarni yechamiz. Qadr uzmaymiz. Chunki usta qiyin ekan. Birpas og'riqni bosyapti deb o'ylashingiz mumkin. Aka qiyin emasmi? Bitta zo'r deb oling. Zo'r. Osona. Maslahat berasiz. Maslahat. Akam gapirganda kulib yuboraman deganlariga meni kulgim qilsa ketdi. Sog' bo'ling. Xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilamiz. Sog' bo'ling.